2026-yil yaxshi niyat qilib qo'yganman. Umra safariga bormoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Abdug'affor akani oldilariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz. Keyin ko'pchilik aytishi mumkin, bitta videoda qaytarib qo'yyapsizlarmi? Har kuni shu joyda video qilyapsizlar degan obunachilarimiz uchun. Albatta biz har kuni shu joyda video qilamiz. Hikmat Travel ofisida biz Xudo xolasa bugun hafta kuniga chorshanba 12-avgust sanasiga mana videomizni qilyapmiz. Bizga like'larda bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz Xudo xolasa Hikmat Travelda qanaqa yangiliklar bo'layotgan bo'lsa, sizlar kuzatib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz Abdug'affor akadan ma'lumot olishni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun qo'ldan kelgancha har kuni yangi videolar qo'yib boryapmiz aka. Obunachilar like'lar bosishyapti. Endi aka biz obunachilar uchun ham chiroyli narxlarda qilib bering aka. Qachonga reyslarimiz bor, narxlari qanaqa bo'lyapti, sharoitlar qanaqa, bitta to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlarini aytib o'tamiz. Avgust sentyabr oyiga reyslarimiz qo'yildi. Xo'p, Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha avgust oyida Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha 20-avgust kuni bor, 27-avgust kuni bor. Vodiydan bormoqchi bo'lganlar uchun va Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha 15-avgust kuni reysimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha sentyabr oyida reyslarimiz kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bularda hammasini narxini $975 qilib beramiz. Hozirdan telefon qilib joylarini bron qilsa bo'ladi. Bo'laveradi. Xohlasa avgust oyiga, xohlasa sentyabr oyiga, xohlasa Farg'onadan, xohlasa Namangandan qilib beramiz. Xo'p, Toshkent yo'nalishi bo'yicha, Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha avgust oyidagi reyslarimizning kunlari 15-avgust, 16, 22, 23, 28, 29-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkentdan sentyabr oyiga reyslarimiz kunlari 4-sentyabr, 5, 6, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni ham narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Telefon qilib Xudo xolasa joylarini bron qilsa bo'ladi. Bemalol. Endi mana narxlarda aytib o'tdik aka. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi bizda? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz manzillari Toshkent, Andijon, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam onlayn joylarni ham bron qilsa bo'laveradi. Shu nomerda WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa. Zo'r. Endi aka sharoitlar tushuntirib bersak. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'shga tushasizlar. Avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik bo'ladi. Gastitsamiz 4 yulduzli bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, 50 boshi billa borib billa kelishadi. Firmadan kamzil so'mka bejik beriladi. Zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Zo'r. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan Xudo xolasa umra safariga borishlaringga yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.